عزیز دوستlar, men نماینده شباخانه یلدوز و همچنین لیسه خصوصی رشاد پانتون رشادی onlarga borman. Ko'proq o'zlari sizlarga tanishtiradilar. Undan keyin savolotlar aziz. Birodar aziz, o'zingizni binandalarga tanishtiring va Moyka kamera xizmatingizga assalomu alaykum. Bismillahirrohmanirrohim. Qizg'in salomlarimni aziz ko'rsaga taqdim qilaman. Hoji Ahmadzor Turko'g'liman. Shabxona Molja Yulduz, Pantun xususiy rishod va Lise xususiy rishodi namoyandasi bo'lib birga so'zlashaman. Turko'g'li janoblari, nima bois bo'ldi Lise Rishod, Pantun Rishod, Shabxona Buzurg Molajaviy Yulduz sponsor ligi bartar, sponsor javonlar, sponsor futbol Faryab bo'lgan? Bizning angizamiz shu ediki, futbol ko'p qiziq bir varzishda. Uning uchun biz xohladik. Futbol arsasiga hamki javonlar ko'p shavq ketgan, shu bozi ko'p yaxshi bozida va shu bozi sabab bo'la oladiki, javonlar boshqa yomon yo'llardan, muxaddara bu narsalardan qo'l tartib futbol kelsalar, shu sabab bo'lganki biza tanov baxsh tabobat yo ta'lim tarbiyaga ham faoliyat qilmasak, qila olsak baxshiga boshqa baxshlaga ham varzish baxshiga ham bir hamkorlik qilsak, kelib sponsor bo'lganmiz. Shabxona Yulduz yo Pantun Rishod, Lise Rishod oyo futbolist bozuvchilarga yo ularning oilalariga taxfif yuzasi bor? Xudo xohlasa bozuvchi futbol mas'ul bo'la futbolga yo bozuvchi futbolda farzandi Lise Rishodga, Pantun Rishodga tahsil qiladi, taxfif yuzasi bor yo ham Shabxona Yulduzga va surat royagon delsam yo bu taxfif mudavo bo'ladimi yo yo'q? Biza hamisha futbolchilarni, varishkorlarni xizmatiga biz Shabxona Yulduz fe'lanki shu maydonga ham doktorimiz hozirki mas'ul bo'lgan boziklarni muolaja qiladi. Tadaviga nima qiladi. Biz Shabxona Molajaviy Yulduz, Lise xususiy rishod, Pantun xususiy rishod futbolchilarning o'ziga, oila a'zosiga, atfollarga nima qiladi? Taxfifga nazar olgan. Shabxonaga murojaat qilsa, mana hozir shu ligi bartarga o'ynayotgan futbolchilarni maydon ichiga hozir Xudoning xohlasa mas'ul bo'lgani ko'p majoni shakliga tadavi qiladi. Undan sonra har futbollar yo futbollar kelsa, Shabxonaga murojaat qilsa 50% biz taxfif beramiz. Pantunga ham agar o'zlari o'qimoq xohlaydilar yo oila a'zolaridan o'qiydi, ularga ham taxfif beramiz. Maktabga kichiklar bolalari o'qisa, unga ham biz xizmatdamiz. Bu siz Turko'g'li janoblari uch baxshi namoyandasiz. Bu uch baxsh Shabxona Yulduz, Pantun va Lise Rishod bir shu faslga sponsorligi bartarmi yo keyin faslga ham Federatsiya futbol va varishkorlar bilan ham havodorlar bilan ham hamkor bilan? Bizning hamkorligimiz inshaalloh davomi bor. Hozir ko'rib turibsiz, shu joy vijiki biza tomonidan tuzatildi. Maydon futboli Qurbaysor G'ulom Muhammad maydoniga shuna bir joy yo'q edi. Dashdan kelgan mehmonlar yerga o'ltiradi. Shu yomon ko'rish uchun sonra riyosati futboli Faryobga rasiga Shobiyor Muhammad Niyozyor bor. Ular bilan hamoying bo'lib biz xohladik bir hamkorlik qilsa, shu yerga joy ijod qilsak. Bu avval nimasi emas. Bizning nima planlarimiz borki, oyindalarga futbol vaqtiga boshqa barnomalarga, futbol vaqtiga boshqa barnomalarga, son varish vaqtiga ko'proq nima qilsaki, javonlarni qilsa, yomon yo'ldan qayirib bu yerga kelsa, biz bir katta xizmat qilaylik. Bir jahon sizdan sifos, Oysoyev buzurgavor, namoyanda Shabxona Yulduz va Lise xususiy rishod, Pantun Rishod varzish do'stlari va federatsiyaning yoniga borsiz, sponsorsiz, hamkorligingizni ko'proq xohlaymiz. Biron aytilayotganingiz bo'lsa binandalarga tashakkur, salomat bo'linglar. Sizdan bir jahon tashakkurki, bu Faryob xalqiga yaxshi bir guzarish tayyor qilasiz, zahmat chekasiz. Xudovan sizga ajr bersin va katta yutuqlarni tilaymiz. Xudovan sizga nasib qilsin. Xos aytishim yo'q, javonlarga nima shudiki kesiladi, qal shu futbolda tuziy shakli kelib tomosha qilsinlar, o'shalardan lazzat elsinlar. Faryobga g'animat mana shu maydon bizaga bor, yosh futbolchilar bor, yo nechta buzurg'olar yig'ilibdilar, mana shu ligda barguzor qilib, undan ham xonalari obod. Ko'p tashakkur qilamizki, hadaqal boshqa yo'llardan qaytib futbol sayli kelsa yo futbolga ruju qilsalar, varzish ko'p xush bo'lamiz. Sog' bo'ling, salomat. Bir jahon minnatdormiz sizdan janob Turko'g'li. Sizdan ham minnatdormiz. Tashakkur, salomat.